بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين. Ayol o'z erining eng yaqin yordamchisi, ishonchli kishisi bo'lib, hamma narsalarni tartibga solib, uning qilmoqchi bo'lgan ishlariga hurmat bilan qarab, va'da va uchrashuvlarni o'z vaqtida o'tkazishga yordam berib tursa, bu holat doimo erni uyga bog'laydi. Chunki u mana shu yerda rohat topadi, huzur ko'radi. Lekin har bir katta kichik, arzigan, arzimagan narsalarga ham ayolni aralashaverishi yaxshi emas. Har bir insonning o'z erki va faqat o'ziga xos ishi bo'lgani kabi har bir erning ham o'z erki va o'z ishi, burchi bor. Allohning huzurida bu ishi uchun ayol kishiga ulkan savoblar bor. Eri bilan totuv, farovon yashagan ayol uchun jannatda martabalar bor. Ulug' imomlardan biri Ja'far Sodiq bitta soliha ayol o'z eriga 7 kun xizmat qilsa, Alloh uning qarshisidagi do'zaxning 7 eshigini yopadi va jannatning 8 eshigini ochadi deganlar. Risoladagi xotin o'z erining yaxshi fazilatlarini topib, ularni rivojlantirishga harakat qiladi. Erini mas'uliyatli ishlarini amalga oshirishga chaqiradi va u bilan umidvorlik va muvaffaqiyatli ishlar haqida suhbat quradi. Chunki xotinning chorlovi har qanday chorlovdan ustun turadi. Agar xotin o'z eriga qobiliyatli, shijoatli, muvaffaqiyatli, mu'min, sadoqatli shaxs deb muomala qilsa, er xuddi shunday bo'ladi inshaalloh. Shu bilan birga eridan o'zi bilmagan narsalarni o'rganadi, tajribalardan foydalanadi. Hayotdagi eng go'zal fazilat qanoatdir. Risoladagi xotin o'zini fazilat bilan ziynatlamog'i lozim. Turli hoyi havas, zebu ziynat talab qilib, erini qiyin ahvolga solmaydi. Hozirgi kunimizdagi oilaviy kelishmovchiliklar yoki erlar tomonidan haromdan mol topishga urinishlarning xotinlarning qanoatsizligidan kelib chiqayotgani hammaga ma'lum. Qanoat degani bu ojizlik emas, kamchilik ham emas, balki qanoat yuksak insoniy sifat bo'lib, o'z egasini doimo yuksaltiradi. Buni hech qachon hech kim unutmasligi lozim. Biz har qancha faxrlansak, arziydigan momolarimiz qanoatda hammamizga o'rnak bo'lib o'tganlar. Hazrati Ali roziyallohu anhuning xotinlari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari bo'lmish Fatimai Zahroni ranglari oqargan holda ko'rib, senga nima bo'ldi Fatima deb so'radilar. Shunda Fatima onamiz 3 kundan buyon uyda yegulik narsa topolmaymiz dedi. Shunda Hazrati Ali aytsang bo'lmasmidi dedilar. To'yimiz kuni otam Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam, hoy Fatima, agar Ali biror narsa topib kelsa yegin, bo'lmasa so'ramagin degan edilar deb javob berdi. Ba'zi paytda er kishi imkoni bo'la turib ham zarur narsalarni olishga ulgurmay qolar. Mana shu paytda ham ayol kishi uni uyga xursandchilik bilan kelganda kutib olmoqligi lozim. Albatta Allohdan qo'rqqan ayol erini doimo xizmatida shay bo'ladi. Shoshqaloqlik tarzda achchiqlanish, talashib tortishish, tirnoq ostidan kir axtarish va o'zidan boshqalarga o'xshash hayot o'tkazishni talab qilish kabi ishlar xotinga hech qachon obro' keltirmagan. Bunday ishlar oilaviy hayotni buzishga, uni yorug' dunyodagi jahannamga aylantiradi xolos. Shuning uchun o'rni kelganda g'azabni yutish, yoqmasa ham oilaviy hayot hurmati, ba'zi yoqmagan narsalarga chidashga odatlanish lozim. Er huzurida shirin suxan bo'lish, xushmuomala bo'lish va chiroyli kiyimlarni kiyib ziynatlangan holda bo'lmoqligi lozim. Chunki bu narsa er qalbiga xursandchilik, ruhiga sokinlik kiritib,
qalbiga quvonch bag'ishlaydi. Afsuski, bizda bu narsaga har doim ham yetarli e'tibor berilmaydi. Ko'pgina ayollar ko'chaga chiqqanda imkoni boricha pardoz andozini yo'lga qo'yadilar. Barcha zebu ziynat oila uchun bo'lib, ko'chaga zarurat bilan chiqqanida kamtarona, sodda va kishilar e'tiborini tortmaydigan bo'lib, kiyinish zarur ekanligini bilsalar edi. Bunday kamtarlik ham fazilat sanaladi.